Xayrli kun, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun yana bitta mahsulotlarimizdan o'zlarida ishlatib ko'rib natija olgan insondan qaynoq o'tib olamiz. Opajon, qaysi mahsulotlarni ishlatib, qaysi kasalligingizga davo topdingiz? Manda tizza, chap oyoq tizza sohamda pay uzilishi bo'lgan edi. Ham kuchli og'riq bor edi, ham grijnada ham oyoqqa yuk tushib og'irligi bilan og'riq bo'laydi, og'riq kuchli edi. Shu yaman ana bu kollagen hamda kalsiy xondroitin shu ikkalasini bir paytda boshladi muolaja qilib. Kollagenni 10 kun och qorinda ertalab sahar ichiladi, bitta nimasi bir martaga. Kalsiy xondroitin ovqat orasida 2 mahal ertalab va kechqurun ichdim. Shunda men 10 kun kollagenni ichib tugatib, 1 oy davomida kalsiy xondroitinni ichdim. Keyin yana qayta MRT qilganimda o'sha pay uzilgan payga yana qayta ulanishdi, aytishdi. Hamda keyin og'riqlarim butkul qoldi. Ana 6 oydan keyin yana qayta shu taklif bilan qayta yana shu ikki narsani qaytadan iste'mol qildim, ichdim va yaxshi natija oldim. Mana hozir umuman oyog'imda og'riq yo'q. Hali nimalarda ham, tizza sohasida ham yaxshi o'zgarishlar sezdim. Demak, hech qanaqa dori vositalarsiz yoki hech qanaqa bir ximiyalarsiz bitta mana shu tabiiy mahsulotlarning o'zidan natija Shu ikkalasi bilan men 100% natija oldim. Sizlarga ham shuni maslahat beraman.